Sen jinnimisan? Bu mashinaga ro'shan umuman arzimaydi. Sen u yoqdan pul jo'natib turding, to'g'ri, uyingga yaxshi ustalarni olib keldi, lekin bor ustingdan rosa jaraq-jaraq pullarni qilib, to'yiga tilladan bo'lib ketdi u bola. Shokirga emas-da, o'rtoq, qara hazil ekan, pul ketmadi uyiga ham, bitib qoldi, bori bir pasda. Natural toshlar bilan yevro remont bo'lib ketib qoldi hamma joy. O'rtoq, menga qara, shuncha pul ishlatildi uyga. Bitta mashina olaylik, atchotga qo'shib yuboraylik. Menga qara, qaysi kalla bilan gapiryapsan? Do'stimiz ma'lum, lekin begonanikidan ham qo'rqaman, o'rtoq, haqqini yeyishga. Bu qo'yaman, o'sha pulni kerak bo'lib qoldi, ishlatib yubordim. Qaysi kalla bilan ishlatasan, bilasan, 3-4 oydan beri uyiga narsa yuborish kerak, pul jo'natish kerak, o'rtoq. Necha marta talab etdim ukam, men mixi yotishini qaralaring, antisemonni qaragan, o'rtog'imning puli ketgan o'sha narsaga. O'shanga achinadi odam. Sizlar bir mas'uliyat bilan ish qilinglar, ukam, iltimos sizlardan. O'rtoq, nima qilishni baqir-chaqir yotibsan? Endi sen mehnatingga achinaman-da, o'rtoq, ketkizgan pulingga, musofir bo'lganingga. Rahmat, birodarim, jigarim. Eslaysanmi, yoshligimizda katta bo'lsa, kim ishi zo'r bo'lib ketsa, bir-birimizga podдержка qilaman dedik, to'g'rimi? Mana shu uyni senga qurdirdim, o'rtoq. Yo'q-a? Eslaysanmi? Rahmat, o'rtoq. Men o'ylab qarasam, Ahmad o'rtog'imga hech nima olib bermagan ekanman. Mana shu mashinani bersam nima deysan ekan? Zo'r o'ylabsan lekin mana shu narsa. Rosa xursand bo'ladi. Parazit insonsan, yomon ko'rishga haqqing bor, birodar. Birovni yomon ko'rsatishga haqqing yo'q, bilasanmi? Ro'shanni shuncha yomon ko'rsatsam ham senga bergan shu mashinani devdi. Mana shu mashinani olganda sandaqa o'rtog'imni janozasini o'qib qo'ydim men, boru. Shunaqa mard do'stlarimiz bor, video yoqqan bo'lsa like bosib, tarqatib qo'yish esdan chiqmasin. Yevro remont ustalari kerak bo'lsa, tez mana shu profilga o'tib olamiz, atmetga qilgan. Rahmat.